tamağınızga samsaqni 3-4 tala yedingiz. Tiningizga singib ketdi, og'zingiz purab ketdi. Kechki tamağınızga ba'zida xogo yeysiz, ichilib o'tirib. Kiyimlaringizga singib ketdi, tiningizga singib ketdi. Buni yuyinmasangiz balki bu puroq yo'qolmasligi mumkin. Hatto yuyinibmi bu puroqni yo'qotib bo'lib bo'lmaydi. Ba'zi qarindoshlar aytadi, samsaqni ko'p yemang, tiningiz purab qoladi, og'zingiz purab qoladi. Ajab, shu samsaqni ko'p yesak tinimizga singib qolayotganini bilasizkan. Şu xogoni ko'p yesak kiyimimizga singib qolayotganini, tinimizga singib qolayotganini bilamiz. Acaba ba'zi shu ziyon qilgan yemang, ko'p yeyolmang maqmasiz ma'nosini degan narsaning acaba sizning ugullaringizga bortganingizda, qon o'tab ketganligini, sizning shu kesimingizga bevosita aks ta'sir qilganligini bilmamsiz. Endi nima bo'ldi doktor qaynab qolibsiz bu hikoya so'zlab deganda, ba'zi qarindoshlar ekan, sizda manda o'zgarish bor ekan, manda tomoqdan parz tuting. Manda mahsulot iste'mol qiling yoki dori yeng desa, shu dori yesak bu parz tutmasak bo'lmasmi doktor? Voy bu jon og'risi mening og'rimda, jon og'risi o'zingizning og'riydi. Bu biz nimishqa kasal bo'ldik? Shundan narsani ko'p yeyib, shu ziyon qilgan narsani ko'p yeyib, undan keyin kasal bo'lmadikmi? Bu shu narsani parzsini ulab qolamsiz, jiningiz ketamda sizdan. Shu gapni deb vaqti ba'zi qarindoshlar. Tomoqdan parz tutmasak bo'lmaydi. Shunda tomoqni ko'p yeyishdan shunda kasalni tepib oldik. Yeni shu narsani parz tutmasak, siz Oyshardan chetdan Amerika, Yaponiyani do'rak ishlaysangiz bu foyda qilmaydi. Shunga qarindoshlar, mayli mahsulot iste'mol qiling, mayli dori iste'mol qiling, mayli oylik kutinish qiling. Avval shu og'zimizni boshqarmasak, siz har qancha boy bo'ling, har qancha oliy dori mahsulot iste'mol qiling, bu unum bo'lmaydi. Shu tomoqlardan ba'zi bir narsadan parz tutib bersak, kasalingizga aks ta'sir etgan. Bu mahsulot dorining unumi butu, hatto haslat butu. Jon og'risi o'zingizdan og'riydi. Mahsulot sotib qoldi, setaverdi. Doktorxona pulisini tepaverdi. Bu gapning vaznini tushunadigan bo'lsangiz, yurak belgisi bosib tushunib qoling.